Bilasizlar, oldingi postimizda termov haqida qisqacha ma'lumot bergan edik. Endi bugun o'z mutaxassisi bor, ismi Niyat, mana o'zi ma'lumot beradi. Bugün termo profilimizden 3 tane özel malumatını sizge veremiz. Birincisi, evde havası standart kalıyor. Birinchisi deyaptilar, issiq suvni o'tkazib yubormaydi deyaptilar. Ko'chada yaxlagan, sovuq, minus havolarni ichkariga o'tkazib yubormaydi. Ichkarida issiq havoni tashqariga chiqarib yubormaydi deyaptilar. İkincisi, bunlar aksesuarı nereden geliyor? Hepsinden İtalya'da Master şirketten geliyor. Ikkinchisi deyaptilar, bu aksesuar mexanizmlariga bog'liq ekan, Italiyadan keladi. Master firmadan olinar ekan. Bozor variantlarida ko'p aksesuar do'konlarda o'zimizni Masterga o'xshagan aksesuarlari bor. Ulardan foydalanmasdan o'zini aksesuarlarini qo'ysa yaxshi bo'ladi. Üçüncüsü, 2,5 yarımdan 4 metre kadar kapıya koyabilir miyiz bunlarda? Uchinchisini aytyaptilar, bu high-tech uslubida 2,5 metrdan 4 metrgacha bez framuga otsa bo'ladi, hech qanaqa osilib ketmaydi. Qancha og'ir bo'lsa, shuncha yaxshi ishlaydi deyaptilar. Eğer en kaliteli pencere ya kapı ister misiniz? Romis şirketinizde takip edin.